Amitabhda birdan-bir oyat qo'yib turadigan, jazo olmaydigan ayol alvasti zodi kim u? Asarga qarasak, Amitabhda nurg'un alvastlarni jazolaydi. Hatto o'zining onasi atalgan Tavuz alas Butsatva degan Toz Butsatvanimi bu jazolab qislatlar taqib band qilyapti. Toz Butsatvanimi jazolab mush qislatlar taqib band qilyapti. Qislatlar taqib chiqish bo'lmaydigan qilyapti. Biroq bu bir ayol alvastini o'zining angushtarini o'g'irlagan, zimin uçmaşda ikki qatim cho'ng xatolik o'tkazgan bo'lsa-mu, shartsiz qo'yib turibdi, jazolamaydi. Acaba bu alvasti tengdoshsiz güzel sahip Cemal bo'lganligi uchun bu yerki Amitabhmi ezib ketdimi bu sahip Cemal ilisiga? Bu alvasti kim o desanglar, naq choshqanjin. Bizning amaliy turmushimizda ham choshqanlar nihoyat sert, mehnat, yirginishlik shunami? Endi lekin ma g'arb sayatki ma choshqanjin shu darajada bir tengdoshsiz go'zalki, hatto buni ayollar davlatining podshohidan qilishmaydi sahip Cemallikda deydi. O çoşkan degan bundaq güzel qaz bizning oyga kirib qolsin maylida basmaq çoşkan tutgan narsalarni qo'ymaydi mergiz. Tangsingmi bu alvasini ko'rgan vaqtning o'zida qaranglar niyaz voy qizchaq sahip Cemal deb turib chaqirdi mana alvasti kelganini bilib turib. Endi bu alvasti Amitabhdaning xislatlik Nilüfer shamini o'g'irlab yuvagan zimiga ep tushib ketgan mandaq alvasti. Amitabhning angushtarini o'g'irlashga kim petin oladi deysizlar. Endi bu Munarch Pelakshevlar nojat tutqul kelgandimi? Bularga Amitabhda va qo'pollik qilmagan o mazlum kishiga qara shundoq chiroyli qiz bo'lib tursa, nim qilsa bunga bo'ptilar, bir qo'yib berib turamiz, o'zang bir tutib qiz qilolmamsa deb mandaq buyurib turibdi. Keyin bu yerda choshqanjin tigi yo'q o'ykurda Tangsongni tutib akitdi. Tangsong bilan o'sha yerda er-xotin bo'lmoqchi bo'ldi. Endi bu yer eng qo'rqinchli yeri Tangsong tas qoldi ma'qulovat qilay. Birisi ayollar davlatida ezib ketgan Tangsong ikkinchi qatam musharrim ezib ketgan tas qoldi hadovat qilay. Choshqanjin mushar nihoyat ta'sirli shig'laydi. Men seni tunayman, sen degan qayta to'rilgan jincho'zi bir choshqan qishinga kirgan. Bu ochlikdan o'lib qolar yoqda Tangsong bu o'zining yeydigan narsani mush choshqanga berib buning hayotini qutuldirib qoldi. Doim buning o'shida yeydigan narsani bir qilgandan keyin bu choshqan Tangsongni yoqtirib qoladi. Shuning bilan bu yerda har xil gaplarni anglagandan keyin shu Amitabhning qislatlik Nilüfer shamini yesa odam siyoqiga o'zgaraydiganligini bilib, Tangsong uchun mana shuni o'g'irlab yeydi. Musharmash hikoyasini dapirib bakshig'lab kutadi bu choshqanjin. Tangsongni ta'sirlanib kutadi. Meni o'sha o'g'il kim deb yog'iynan ba mashini ko'rsa, bak ta'sirlanib, bak amroq mashini ko'rishga. Shuning bilan Sumukung Jubajilar kimmi bu yerda taz ishli qamlashmagandan keyin eriq taxtini ko'rib bu Munarch Pelakshevning qiziga burun tutuq qiz qilibdi deydi. Shuning bilan bular kelgandan keyin baktudu Amitabh nemishqa uyuz qo'lsanmay yoki o'zining qo'llasidagi Butsatvaga loqallarni avatib tutmaydi buni. Chunki uzbasaya ularni avassa, bularni akagandan keyin bu choshqanjini cho'qqum jazolash kerak. Jazolamız bo'lmaydi. Alnoldi turdi. Endi mayadiki Munarch Pelaksheva tutsa, jazolamisi aning ishi. Ashashda qo'yib beribdi, kengchilik qilibdi, bo'ptilar. Kengchilik qilaylik deb mandaq beshib turibotgan gap. Endi ish qilib qo'yinglar, o'yinni qo'yinglar. Amitabhda bu choshqanjiniga nima uchun shundoq cho'ng kengchilik qiladi? Amitabhning eng cho'ng til qisinchiligi naqmash choshqanjin. Tushunolami? Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni go'njoq qilib birdan yaxshi yurak urib qo'yinglar. Keyingi sonda davomli so'zlayman. Rahmat.